Timron. Yeah. Adesh bitirdim. Necha adesh ko'tarasiz? Ben onu qopqoq bo'shab. Qilaversa. Boqishda havola berilmagan. Jinni qilib qo'ymoqchi. Ha? Bu xonaga olib qo'yibdi. Boqchada kola ichdingmi? Ha. Boqchada kola berishadimi? Ha. Fanta berishadimi? Sizin bog'chonada fantani kolani berishmaydimi? Yo'q, faqat kola. Issiq choy xolosmi? Coca. Ovqatdan berishadimi? Sutchi. Sta? Sutdan berishadimi? Manqib ketib qolmaymi? Nafas olganingizda. Çok qattiq nafas oldingiz. Buni nima Ya. deydi? Aynen. Qanaqa shampunda uyda o'rashingizni? Ixbolon chal. Zo'r ekanmi? Ha? Nagi yana yeymiz. Sochingiz ham zo'r bo'ladi-da. Polvonlar cho'miladigan deydi-da. Nagi men ixbolon ketaman, bo'yib ketaman. Qanaqasiz? Qorbon oldiga borganda Uxlayotganda. yangi kiyimga uxlanadimi? Siz bölündünüz mü? Ustoz degan siz aziz qalbimizni to'ldirgan minnatdorlik aydiniz bizni yo'lni ko'rsatgan. Yo'q. Zo'r she'r yodlatibdi-ku. Mana bizni maktabda o'qiydiganlar ham ustozni nimaligini o'rgatib qo'ygan mana shogirdlarga. Nega? Bilmibdi-da. She'r yodlamibdi. Da. Yaxshi o'ylaydi-da. Men telefonga qo'yib ko'rmasdan saqmasdan sizga qaradim. O zo'r, yaxshi aqlli o'ylaydi-da. O'shanda hamma aqlli bolalar chiqadi-da. Yaslida yaxshi ko'rgan qizingiz bormi? Ha? Qizlar bilan o'ynamayman-ku. Sen o'g'il bolasan-ku. Yo'q. Ana oyoq qo'lini chopdingiz. Ana, eshitdingizmi? Polvonlik o'zimizni yetishtirmaydigan zo'r shampon olib ketdi. Uni Mana mashina. Biz mana mashina yuramiz. Yusammi? Yusammi-ku? ashini yo'lin u. Yuguring, bo'liqani ana Abrorxon boshingni yeydi. Filda parashatishga. Tayyormisan? Ha? Qo'ydingizku? Ke o'g'lim. Xalaqtimiz ke Abrorxon mana sor. Bitta rahmat aka. Bitta rahmat aka.